قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz 30-darsni o'qiymiz. Endi bugungi darsimizdagi asosli o'rganmoqchi bo'lgan mazmun tamyiz. Biz tamyiz haqida ozroq tushunchaga ega bo'lgan, bugun tamyiz haqida tafsiliy tushunchaga ega bo'lamiz. Tamyiz degan nima? Tamyiz deganninki o'lchamlik tushuntirilishi ismu nakira mutadamminatun ma'na min li bayani ma qablahu min ijmal deydi. Tamyiz deganimiz nayt iniqa. Tamyiz deganimiz min ma'nisini o'z ichiga olgan bir nakira ism. Demak bu min ma'nisini o'z ichiga olgan bir nakira ism ekan. Li bayani ma qablahu min ijmal deydi. İlgirisidagi narsadan mujmallikni bayon qilish uchun keladi. Ya'ni ilgirisidagi narsadan mujmallikni bayon qilish uchun min ma'nisini o'z ichiga olgan nakira ism. Demak, tamyiz deganimiz ilgirisidan hukmsizlikni ko'tarish uchun keladigan nakira ism. Bu min ma'nisini o'z ichiga keladi. Shunaqla biz tarjimadami min ma'nosini berib tarjima qilamiz. Masalan, Hamidun hasanun desem, Hamid güzel. Endi Hamid güzel desem, bu chiroy jihati güzelmi? Axloq jihati güzelmi? Hukmsizlik bor. Shundaqmi? Endi bu ilgirisidan hukmsizlikni bayon qilish uchun min ma'nosini o'z ichiga olgan nakira ism degan. Hukmsiz. Xuluqan dedim. Xuluqan. Hamid axloq jihatda, ya'ni axloq jihatdan qaralım min ma'nosini beramiz. Axloq jihatdan güzel desem, demak bu hukmsizlikni ko'tardi, xuluqan. Bu yerda xuluqan nima bo'ldi? Tamiz oldu. Tamiz zivar o'qiladi, ha, tamiz zivar o'qiladi. Endi tamiz ikki turlik bo'ladi. Tamiz ikki turlik. O qaysi deganda tamizuz zat va tamizun nisba. Tamizuz zat degan nima? Tamizun nisba degan nima? Tamizuz zat deganimiz miqdor, o'lchamlardan keyingi hukmsizlikni ko'targan narsalarni biz tamizuz zat deb ataymiz. Masalan, kamdan kelgan tamizni biz tamizuz zat deb ataymiz. Masalan, metr, kilometr deganga o'xshash o'lcham. Hamda bu maqodir deymiz arab tilida. O'lcham, buningki turlari bor, biz buni darsimizda so'zlaymiz. İkincisi tamizun nisba. Mazmunning tamizi deymiz. Mazmunning tamizi degan nima esa jumladan umumiyuzlik. Bu miqdorning keyini kelmaydi, bir jumladan umumiyuzlik hukmsizlikni ko'taradigan tamiz. Buning misollarini qarasak, tamizuz zat degan nima esa huval voqi'u ba'dal maqodir. O'lchamdan keyin kelgan tamiz. Masalan, indi metron desem, mening qashimda 1 metr bor desem, hukmsizlik. Nimadan 1 metr bor? Raxtimmi, yipakdimi desem, hariran, yipakdan. Mening qashimda yipakdan 1 metr bor dedim. Demak, bu yerda harir tamiz oldu. Ama metr degan miqdordan keyin qana qildi? O'lchamdan keyin keldi. Demak, o'lchamdan keyin kelgan tamizni biz nima deymiz? Tamizuz zat deymiz. Tamizun nisba degancha, buning hukmi qanday bo'ladi? Zivar o'qilamdi, zir o'qilamdi deganda, buning hukmi zivar o'qiladi, buning oldiga min kelmagan vaqtida. Yajuzu nasbuhu va yajuzu jarruhu bi min deydi. Uni zivar o'qish to'g'ri va min akib zir o'qisaqmi to'g'ri. Ya'ni indi metrun hariran deymiz. Indi metrun min harir deymiz. Cho'qim zir o'qish vaqtimizda min kelib o'qiymiz. Min kelmagan vaqtda cho'qim nima o'qiladi? Zivar o'qiladi. Buning hukmi shu. Endi tamiz nisba degan nima desa, huwa ma fassara jumlatan mubhamatan nisba deydi. O nisba degan mazmuni hukmsiz jumlani tushuntirgan narsa. Mazmun hukmsiz jumla. Masalan, hasuna aliyun. Ali güzel oldu desem, qaysi jihatda? Xuluqan, axloq jihatda. Demak, bunun keyinda beshida miqdormi yo'q, o'lchami yo'q. Demak, bu jumladan bir hukmsizlikni ko'tardi. Unda bo'lsa bu qanday tamiz oldu? Tamizun nisba. Demak, tamiz zat deganimiz miqdordan keyin kelib shu hukmsiz miqdorni bayon qilib bergan narsa. Tamizun nisba deganimiz hukmsiz jumladan keyin kelib shu jumladagi hukmsizlikni ko'tarayotgan so'zni biz nima deymiz? Tamiz nisba deymiz. Bunun hukmi çoğulsa bu faqat zivar o'qiladi, zir o'qilmaydi. Tamizuz zat min bilan kelib zir o'qilalaydi, minsiz zivar o'qiladi. Ammo tamizun nisba zivar o'qiladi, zir o'qilmaydi.
Farqi shu. Bugungi darsimizdagi asosli mazmun shu. Qolgan mazmunlarni biz mashq orqali so'zlab bo'lamiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Ad-darsu 30 dars. Al-mudarris o'qituvchi. Ashtaraytal ashya'al matlubata li sun'il lawhatin nahwiyya ya Ahmad. Ey Ahmad, grammatika taxtaylarini yasashqa keraklik narsalarni sotib oldingizmi? Matluba degan keraklik degan gap. Naam, ishtaraytu mitrayni waraqan. Shundaq. 2 metr sotib oldim. Nimadan? Varaqdan. Varaqan. Demak, bu yerda varaqan mitrayn degan bu miqdordan keyin keldi. Qanday tamizgan? Tamiz zot. Wa 15 qalaman bi ahjamin wa alwanin mukhtalifa. Va 15 qalam sotib oldim. Xilma-xil ranglik va hajmlik. Bi ahjam. Hajm bilan va alwan rang mukhtalifa. Xilma-xil. Xilma-xil ranglik va hajmlik 15 qalam sotib oldim. Ta'al ya Ali. Ali, bu yoqqa kel. Vaktub hadihi al-ayati ala as-sabbura. Bu oyatni do'stga yoz. Liyaktubuha Ahmad fa innahu ahsanu minni khattan. Uni Ahmad yazsin, chunki o mendan xat jihatda ahsan, go'zalroq, yaxshiroq. Masalan, fa innahu ahsanu minni desa, chunki o mendan yaxshiroq desam, bu jumla uqumsizlik bor. Qaysi jihat yaxshi? Xattan, xat jihatda. Demak, bu xat yuqorqi jumladagi uqumsizlikni ko'taryapti. Unda bo'lsa bu tamizun nisba bo'ldi. Yaktubuha Ahmad. Uni Ahmad yazadi. Iqra hadihi al-ayat ya Zuhair. Ey Zuhair, bu oyatni o'qing. Liyaqra'ha Hamidun. Uni Hamid o'qisin. Fa innahu ahsanuna tilawatan wa ajmaluna sawtan. Chunki u bizning ahsanuna yaxshirog'imiz qaziyatda tilavatan, tilovat qilish, o'qish jihatda. Va ajmaluna va bizning chiroyliroqimiz sawtan, ovoz jihatda. بعد الاستعاذة والبسملة أعوذ بالله وبسم الله دينكين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن كم أحسن شيلق راق نمجاتا قولا سوزجهتا ممن دعا إلى الله الله قد شاقرغان كشدن ويخشى أمال قلغان كشدن ومن مسلمان لا قطاردن ديگن كشدن مو سوزجهت يخشراق آدم بامو. Yani kim sözcüğü yaxşıraq? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kimi ki misqal zerreçilik qiladi ekan. Nimidan? Xayran, yaxshilikdan. Yarah, uni ko'radi. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Kimi ki misqal zerreçilik qiladi ekan. Nimidan? Sharran, yomonlikdan. Qaranglar, min ma'nosini birimiz tamizga. Yomonlikdan yarah, uni ko'radi. Demak, bu yerda misqal degan bir miqdordan keyin keldi. Mithqal zarra deb zarra degan bu nimadan keyin mithqal zarra degan bir miqdordan keyin keldi. Unda bo'lsa bu sharran tamyizu zot bo'ladi. Mashaalloh ahsin bika qariyan. Mashaalloh ahsin bika qariyan. Sen nima degan yaxshi o'quvchi? Biz fi'l ta'ajjubning ikki xil qurilmasini o'rgangan. Birisi ma af'ala. Ma af'ala xuddi ma ajmala deganga o'xshash. Nima degan chiroyli. Ikkinchi qurilmasi ma af'il. Af'al bih. Af'il bih. Bu mu nima degan chiroyliq degan gap. Masalan, ajmil bih desa, u nima degan chiroyliq? Ahsin bi olsa nima degan chiroyliq bo'ladi? Buni xitobni qo'shdik. Ahsin bik. Sen nima degan chiroyliq? Sen nima degan chiroyliq? Nima jihatda? Qori'an, o'qish jihatda. Mala Allohu qalbaka sururan kama mala'ta qulubana bahjatan va surura. Allah qalbinga xushalliqni to'shqizvasin, xuddi to'shqazdan sen bizning qalbimizga bahja. Xushalliq va surur deganmi xushalliq. Iqra il haditha ya Ali. Ali hadisni o'qi. An-Nafi' an Abdullah Nafi'tan Abdullahdan dedi. Amara Nabiy sallallohu alayhi va sallam bi zakatil fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir. Buyurdi Payg'ambar alayhissalom fitr zakatini. Fitr zakatiga buyurdi. Nimani buyurdi? Sa'an. Bir sa buyurdi. Xurmidan yoki bir sa opidan. Demak, biz ro'za hit namozini ilgari beradigan badanimizga beradigan zakat bor. Zakat pulga bo'ladi, zakatul fitri badanimizga beriladi. Bu xurmidan bir sa
yoki arpadan 1 sa. Taxminan 2,5 kilo atrofida. 1 sa deganimiz 2,5 kilo atrofida. Birinchisi ajib anil as'ilatil atiya. Tuvandagi savollarga javob bering. Mal ashya'u allati ishtaraha Ahmad li sun'i lawhat an-nahwiyya? Ahmad grammatika taxtaylarini yasash uchun setib olgan narsalar nima? Man allazi kataba al-ayati 'ala as-sabbura? Oyatni doskaga yozgan kim? Man allazi qara'aha? Uni o'qigani kim? İkincisi ishtaraytu mitrayni varaqan. 2 metr varaq qog'oz setib oldim dedi. Ham qarang, ishtaraytu metr 2 metr setib oldim desam, bu jumla uqumsizlik bormi yo'qmi? Bor. Bu miqdor. Metr degan bu o'lchamda uqumsizlik bor. 2 metr desam, nimadan 2 metr setib oldim? Varaqan qog'ozdan. Demak, varaqan metrdan keyin kelib, ya'ni miqdordan keyin kelib, shu miqdordagi uqumsizlikni ko'taryapti. Miqdordan keyin kelib uqumsizlikni ko'targan narsani biz nima degan? Tamyizu zot degan. Bu yerdagi varaqan tamiz bo'ldi. Endi tamizning umumiy cho'ng atalg'usi nima deganda? Tamiz ismun nakira. Diqqat, bu nakira ism, ma'rif ism emas. Nakira ism, uqumsiz ism. Min ma'nosini o'z ichiga oladigan ilgirisidan uqumsizlikni bayon qilish uchun. Ya'ni ilgirisidan uqumsizlik, ijmal deganga mujmallikni bayon qilish uchun min ma'nosini o'z ichiga olgan nakira ism. Masalan, indi metrun hariran. Mening qashimda 1 metr ipak bor. Yani indi metron, mening qashimda 1 metr bor. Nimadan? Hariran, ipakdan. Hariran tamiz oldi. Hasanu hamidun xuluqan. Hamid axloq jihatda qanday oldi? Yaxshi oldi. Demak, Hamid yaxshi oldi desam, uqumsizlikni xuluqan qanday qildi? Ko'taryapti. Fa taqdirul jumlatain, ikki jumlaning taqdiri endi. Indi metrun min harir degan gap. Taqdir qilsak, mening qashimda ipakdan 1 metr bor. Hasuna hamidun min jihati xuluqihi degan gap bo'ladi endi. Buni yazsak, Hamid axloqiy jihatdan yaxshi oldi degan bo'ladi. Endi tamiz nav'an. Tamiz biz darsning 5-chi tushuntirgandek ikki turlik bo'ladi. Birinchisi tamizu zot. İkincisi tamizun nisba. Tamizu zot degan nima desa, huval waqi'u ba'dal maqadir. U miqdorlardan keyin kelgani. Miqdorlar degan nimani ko'rsatdi? Val maqadiru arba'at anwa'. Maqadirlar cho'ng jihatdan 4 turga bo'linadi. Birinchisi al-adad, son miqdor bo'ladi. Son. Masalan, ya abati inni ra'aytu 11 kawkaba. Yusuf alayhisolamningki dadasi Yaqub alayhisolam degan so'zi, ey dada, men haqiqatan 11 ni ko'rdim desam. Nimadan ko'rdi 11 ni? Shundami? Kawkaban, 11 yulduzni ko'rdim dedi. Demak, sondan keyin kelib 11 dagi uqumsizlikni kawkaban ko'taryapti. Unda bo'lsa, bu kawkaban tamizu zot, sondan keyin kelganlik uchun. Nimishqa son degan miqdorlarning turidan. Miqdorning birinchi turi nima ekan? Son. Masalan, kam kitoban qara'ta. Qancha kitob o'qidim desa, kitobandan keyin kamdan keyin kelgan kitobni biz tamiz deymiz. Qanday tamiz? Tamizu zot. Nima uchun? Bu kam degan, qancha degan bir sonni bildiradigan so'roq olmashidan keyin kelganlik uchun. Ikkinchisi, miqdorlarning ikkinchisi mamsuhat. Ko'lam. Ko'lam, ha? Masalan, indi zira'un ardan. Menda bir gaz yavadin. Zira. Menda bir gaz yavad desam, zira degan bu miqdor. Chunki bu bir gazda bir nimani ko'rsatadi, mana ko'lamni ko'rsatadi. Bu ziraatdagi uqumsizlikni aradan ko'taryapti, aradan tamizu zot oldi. Uchinchisi makilat, kamchilar. Bu miqdorlar o'lchamlarning qatoriga tava. A'taytuhu sa'an, uningga 1 sa berdim. Nimadan? Tamrat, xurmadan. Xurmadan 1 sa berdim. Qanday tarjimasi men qo'shilib qilinadi? Xurmadan 1 sa berdim. Demak, sa'an degan bu miqdordan keyin kelganlik uchun tamizu zot oldi. To'rtinchisi mavzunat, jang tarozilar. A'indaka ritlun samnan, sizning qarshingizda bir ritli sariq may bormi desam, bu yerdagi sizning qarshingizda bir ritli bormi desam, samnanni akamay. Nimadan bir ritli? Samnan. Demak, bu samnan ritldagi uqumsizlikni ko'taryapti. Unda bo'lsa bu ritlun degan mavzunat bo'lganligi uchun maqodirga tava, maqodirdan keyin kelganligi uchun tamizu zot bo'ldi deymiz. Endi yuqorida so'zlangan 4
maqodir o'lchamlardan boshqa shaklda o'lchamlar kelsa desa, buningga qo'shiladi. Ya'ni bu miqdorlarga tabe bo'ladi. Masalan, alqon miqdorchilik. Menga alqon miqdorchilik bering, alqon to'shqichilik bering degan bo'lsam, bu yerda alqon miqdorga tabe bo'ladi. Va yulhaqu bihi dal ala ma yushbihu al-miqdar deydi. Miqdorga o'xshaydigan narsaga dalolat qilgan narsa dalolat qilguvchi uningga qo'shiladi deydi. Va yulhaqu bihi qo'shiladi uningga ad-dal dalolat qilguvchi miqdorga o'xshaydigan. Miqdorning o'zidan kelmasa, shu miqdorga o'xshab ketadigan narsa shuningga qo'shiladi. Masalan, ma fis samai qadru rahatin sahaba. Osmonda alqon miqdorchilik bulut yo'q. Osmonda alqon miqdorchilik bulut yo'q desam, ma fis samai qadru rahatin. Osmonda alqon miqdorchilik yo'q desam, uqumsizlik bor. Nimaning alqon miqdorchilik yo'q? Sahaban, bulut. Demak, sahaban bu yerda tamiz bo'ldi. Qanda tamiz? Tamizu zot. Nima uchun? Rahatin degan bu bir garchi yuqorida so'zlangan maqodir o'lchamlarning ichida bo'lmasa, shunga o'xshaydi. Alqon miqdorchilikda bir miqdorni bildiradi. Ikkinchisi, indi jurratu ma'an. Menda bir tulum suv bor. Uridu kisan daqiqan. Bir xalta un xolayman desam, xalta, tulum deganlarning hammasi miqdorlarga qo'shiladi. Üçüncüsü, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kimki misqal zarrachilik qiladi ekan, nimadan? Xayran, yaxshilikdan yarah, uni ko'radi. Demak, bu misqal zarrami nima bo'ldi? Miqdorga o'xshab ketadigan narsaga dalolat qiladigan so'z bo'ldi deymiz. Endi buning hukmi qanday bo'ladi deganda, buning hukmi yajuzu nasbuhu indi mitrun hariran deb zibor qilsaqma bo'ladi va yajuzu jarruhu min. Minne kirib turib zir o'qisaqmi bo'ladi. Indi mitrun min harir deb. Kama yajuzu jarruhu bil idofa. Shuningdek to'g'ri bo'ladi uni zir qilish, idofat bilan zir qilish to'g'ri bo'ladi. Masalan, indi mitru haririn deb miqdorni mudof qilib, haririnni mudofun ilayhi qilib zir o'qisaqmi bo'ladi. Lekin buning hukmi yanada tamiz bo'ladi. Indi mitru haririn. Wa qad yudafu ad-dallu ala al-miqdar ila ghayri at-tamyiz deydi. Ba'zida muzab bo'lib keladi miqdorga dalolat qiluvchi tamizning boshqasiga. Masalan, ma fis samai qadru rahatin sahaba. Endi qaranglar, osmonda qadru rah olqon miqdorchilik degan bu qadru degan bu miqdorga dalolat qiladigan so'z bu yerdagi sahabaniga muzab qilinmay, rahatinga qanday qilindi? Muzab qilindi. Demak, tamizning boshqasiga muzab qilinadi. Miqdorga dalolat qilgani. Miqdorga dalolat qilgan so'z qaysi? Qadru. Demak, miqdorga dalolat qiluvchi tamizdan boshqasiga muzab bo'lib keladi. Ya'ni qadru rahatin deganga o'xshash. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban. Qabul qilinmaydi ularningki biridan zimin to'shqichlik, mil'u degan gap to'shqichlik degan gap, ha. Zimin to'shqichlik oltin qabul qilinmaydi. Demak, ular zimin to'shqida oltinni Alloh yo'lida sadaqat qilasimi qabul qilinmaydi. Ularning biridan zimin to'shqichilik qabul qilinmaydi. Nimadan? Zahaban, oltindan. Demak, bu yerdagi zahaban nima bo'ldi? Tamiz bo'ldi. Ammo mil'u degan to'shqichilik degan bu miqdor tamizga izofat qilinmay, miqdorga dalolat qiladigan narsa, miqdorga dalolat qiladigan narsaga izofat qilindi. Ha, bu mil'u degani ma'ud miqdorga dalolat qiladigan narsa tamizga izofat qilinmay, al-ardiga izofat qilindi. Demak, bu yerdagi mil'u degan miqdorga dalolat qiluvchi tamizga emas, tamizdan boshqasiga. Mil'u kaffin min damin deydi. Mil'u kaffin min damin. Demak, qondan olqon to'shqichilik. Mil'u kaffin qarang. Olqon to'shqichilik desam, bu yerdagi mil'i miqdorga dalolat qilgan narsa bo'ldi. Ya'ni miqdorni bildiradigan so'z. Nimadan olqon to'shqichilik? Min damin. Qondan desam, bu daminning bo'ldi bu yerda tamiz bo'ldi. Bu miqdorga dalolat qiladigan, miqdorni bildiradigan mil'u degan so'z tamizga emas, tamizdan boshqasi bo'lgan kaffinga muzof bo'ldi deymiz. Bu gapdan bo'lgan maqsad shu. Ba'zida muzof qilinadi miqdorni bildiruvchi tamizdan boshqasiga degan gap shu. Ikkinchisi tamizun nisba.
Temizun nisbe degan nima? Huwa ma fassara jumlatan mubhamatan nisbe. Mazmun uqumsiz bo'lgan jumlani tafsir qilib bergan, tushuntirib bergan narsa. Mazmun uqumsiz. Qaranglar. Hasuna hada talibu. Bu o'quvchi yaxshi bo'ldi desam, qayziyati yaxshi bo'ldi. Xuluqan, axloq jihatda. Demak, bu xuluqan degan bu tamiz bir butun jumladan uqumsizlikni ko'taryapti. Buni biz tamizun nisba deb ataymiz. Chunki yaxshilikning o'quvchiga nisbat berilishi uqumsizlik, uqumsiz. Yaxshilikning o'quvchiga nisbat berilishi uqumsiz. Qayziyat yaxshi. Tahtamilu umuran kathira. Nurg'un ishlarni ehtimol qiladi. Masalan, axloq jihati yaxshimi, o'rganish jihati yaxshimi. Fajaat tamiz an xuluqan degan tamiz kelib, mushu uqumsizliklarni ko'tarib uchun xuluqan degan tamiz keldi deymiz. Nurg'un ishlarni ehtimolga oladi. Shundaqo Hasuna Aliyun desam, Ali yaxshi bo'ldi desam, axloq jihatdimi, dars jihatdimi, maktabga to'liq kelish jihatdimi? Demak, nurg'un ishlarni o'z ichiga oldi. Endi xuluqan desam, yuqoriga hamma gapni amaldan qoldiryapti. Uqumsizlikni amaldan qoldiryapti, tamiz uqumsizlikni sharhlab berdi, tushuntirib berdi. Endi qaranglar. Tamizun nisbatning qatoridan asli fa'il bo'lganlarim bor. Asli fa'il bo'lganim bor. Masalan, hasunat talibu xuluqan. Hasunat talibu xuluqan desak, bu yerga xuluqani biz tamiz dedik. Endi mushu tamiz aslida hasuna degan mushu fe'lninki fa'ili. Masalan, buning taqdiri hasuna xuluqut talib. O'quvchining axloqi yaxshi bo'ldi. Demak, asli bu yerdagi tamiz nima? Fa'il. Yaxshi bo'ldi o'quvchining axloqi. Hasuna degan fe'lning xuluqi nima? Fa'ili. Va minhu amda tamizning nisbatan qatoridan asli maf'ul bo'lganlari bor. Masalan, va fajjarnal arda uyuna. Zamindan buloqlarni etildirib chiqardik degan bu so'zga qarasak, bu oyatmi bor? Bu shunga o'xshaydigan. Va fajjarnal arda uyuna. Zamindan buloqlarni chiqardik. Zaminni etildirdik. Qayziyati uyunan. Buloqlardan. Buning taqdiri fajjarna uyunal ard. Zaminning buloqlarini etildirdik degan gap. Fajjara fi'il nafa'ili. Uyuna maf'ulun bih. Demak, bu yerda uyun degan tamizning aslisi nima ekan? Maf'ulun bih. Endi buning hukmi qanday bo'ladi deganda, uning hukmi mansub bo'ladi. Zar o'qiladi, zar o'qilmaydi. Va la yajuzu jarruhu. Uni zar o'qish to'g'ri emas. Fihi tafsilun satadrusuhu fima ba'd inshaalloh. Bu tamizninki, ya'ni texmi tafsilisi haqida tafsiloti bor. Buni inshaalloh bundan keyin o'qiysiz deydi. Üçüncüsü istahrij ma fi ders min amthalat at-tamyiz. Darsdan tamyizning misollarini chiqaring. Vazkur naw'a kulli wahidin minha. Onundan har bir turini so'zlang, har birining turini. Tamyizun nisbami, tamyizun zatmi. Tamyizni tuandiklardan tamyizni muayyanlashtiring va uning turini bayon qiling. Üçüncüsü tekstdan chiqarasizlar. To'rtinchisi tuandikilardan chiqarasizlar. Ana akbaru minka sinnan. Men senden cho'ng. Qaziyat cho'ng sinnan yosh jihatda. Bu sinnan bu yerda tamyizuz zatmi, tamyizun nisbimi, tamyizun nisba. Chunki bu yerda bir miqdor kam edi. Ishtaraytu kilograman sukkaran va litrayn labanan. 1 kilo shakar sotib oldim va 2 litr sut sotib oldim. Unda bo'lsa bu yerdagi sukkaran labanan degan bu ikki tamiz zatmi, tamizun nisbimi, tamizun zat. Chunki sukkaran kilograman degan miqdordan keyin keldi, labanan litrayn degan bu miqdordan keyin keldi. Qolganini o'z anglashib boqing. Qara'tu 20 safha. 20 bet o'qidim. Tabal mudarrisu nafsan. O'qituvchi ruhiy jihatdan yaxshi bo'ldi. G'arasatil baladiyatu shawari'a shajaran. Shaharlik hukumat yo'llari daraxt dikdi. Baladiya degan gap shaharlik hukumat. Oltinchisi, "Va man ahsanu minallohi hukman." Allohdan kim yaxshiroq? Qaziyatda hukman, hukm jihatda. Kallazina min qablikum kanu ashadda minkum quwwa va akthara amwalan va awlada. Sizlardan ilgiriki bo'lgan kishilarga o'xshash. Kanu bo'lgan edi ular ashaddu minkum. Qattiq edilar. Qattiq edi ular quvvatan, kuch jihatda. Va aktharu amwalan va ko'p edi ular nima jihatda? Mol jihatda va bola jihatda. Demak, buningki maf'ulul tamizlarninki turni bayon qilsa, tamizdan tep bo'lgandan keyin. 8-si
Ve hasuna ulaika rafiqa. Avla yaxshi bo'ldi. Qaysi jihat yaxshi bo'ldi? Rafiq, hamroh jihatda. Hamrohlik jihat yaxshi bo'ldi. Demak, bu yerdagi rafiqa degan tamizuz zatmi, tamizuz nisbmi. 5-incisi akmil kulla jumlatin mimma ya'ti bi tamyiz munasib deydi. Tövendeki hamma cümle munasib tamiz bilan to'liqlang. İshtaraytu metran deydi. 1 metr sotib oldim. Nimadan 1 metr sotib oldim? Buningda min harir desakmi bo'ladi. Min qamis desakmi bo'ladi. Shuni maskil degan so'zni buni qo'ysak bo'ladi. Ishtaraytu metran min harir. İmla'il kuba shayan. Stakanni to'shqizing desam, nimani to'shqizaman? Choy quyib to'shqizamdim, qahvami desam, imla'il kuba shayan aw qahvatan nima desak bo'ladi. Demak, bu shunga munosib bir tamiz qo'ysak bo'ladi. Yuqorqi jumla hammasi uqumsizlik bor. Uqumsizlikni ko'tarish uchun keyingi tamizni bir narsa bo'ladi. Uchinchisi qarasanglar, Hamidun aktharut tullabi Hamid o'quvchilarninki ko'proq nima jihatda? Buni o'zingizlar ishlaysizlar. 4-inchisi man ahsanukum sizlarning yaxshirog'inglar kim? Qoziyatda sizlarninki yaxshirog'inglar kim? Bu shunga munosib bir tamiz qo'yamiz. Sizlarninki axloq jihati yaxshirog'inglar kim? Ovoz jihati yaxshirog'inglar kim? O'qish jihati yaxshirog'inglar kim? Qaysini qo'ysak bo'ladi? 5-inchisi uridu ghiraman 1 gram lazım xohlayman. Nimadan? Min nima desak bo'ladi? Oltin, kumush deganga o'xshash. 6-incisi indi sa'un burran. Menda 1 saba. Nimadan? Burran, bug'doydan. İc'alit tamiza fi hadihil cümle mecruran bi min. Marratan ve bil idafati marratan ukhra deydi. Bu cümledeki tamizni min bilan bir qatim zir qiling. Ya'ni bu yerda minsiz kelgan holatda zir o'qildi degan. Endi min akiribdi bir qatim zirga o'zgardi. Va bil idafati marratan va izofat qilib, muzaf qilib tamizni muzafin ilayh qilib yana bir qatim zir qiling dedi. 2 qatim zir qilish talab qilingan sizlardan bu tamizni bir qatim min akirib tamiz qilsizlar, ikkinchi qatim uni idof qilib, ya'ni mudofin ilayh qilib turib zir qilasizlar. Bu sizlarga topshiriq. 7-incisi sun'un. Li sun'i deb chiqdi shunda o tekstda. Bu masdar. Sana'a yasna'u. Yasadi, yasnaydu degandan chiqqan masdar. Qaysi o'lchamda? Fu'lun o'lchamida. Tuvandagi fe'llarni fu'lun o'lchamida masdar keltiring deydi. Shariba, shurubun, shakara, shukrun, wadda, wuddun, zahida, zuhdun, sakira, sukrun. Shariba içti, shakara rahmet etti. Vadda dost bo'ldi. Zahida zahid bo'ldi. Sakira mas bo'ldi. 8-incisi tamrin shafaviy, ig'zoki mashq. Yaqulu kullu talib ana ahsanut tullab. Har bir o'quvchi deydi, men o'quvchilarning yaxshisi deydi. Oxirga o'ziga muvofiq qilgan bir tamizni qo'yib. Ana ahsanut tullabi xuluqan. Ana ahsanut tullabi xattan, ana ahsanut tullabi savtan, ana ahsanut tullabi tilavatan deganga o'xshash munosib qildigan bir dona tamizni qo'yib o'zi ishlaydi ig'zoki holatda. O'zini qilib pasanglar bo'ladi. 9-incisi lit-ta'ajjub sighatan deydi. Biz bu vaqtda ilgari to'xtalgan bugungi darsimizda yana keldi takrar. Ta'ajjubning hayron qilishning 2 xil qurilmasi bor. Biz hayron qilish jumlasini 2 xil qurilmaga asosan tuzguli bo'ladi. Birincisi ma af'alahu degan qurilmaga asosan. Masalan, ma af'ala hadhihi as-sayyara. Ya ma ajmala hadhihi as-sayyara. Bu mashina nima degan chiroyli. Ma ajmala hadha al-kitab. Bu kitob nima degan chiroyli deganga o'xshash. Ikkinchi qurilmasi af'al bi. Af'al bis-sayyara. Mashina nima degan chiroyli. Af'al bi hadhihi as-sayyara. Bu mashina nima degan chiroyli deganga o'xshash. Ma ajmala as-sayyara mashina nima degan chiroyli, ajmal bis-sayyara mashina nima degan chiroyli degan gap. Demak, qaysi xilda tuzsak bo'ladi? Ikkilisi ta'ajjub, hayron qilishniki. Bu misollari Qur'on Karimda absir bihi va asma. Alloh nima degan anglag'uchi, ko'rguchi va nima degan anglag'uchi. Asma' bihim va absir yawma ya'tunana. Alloh ularni nima degan anglag'uchi va nima degan ko'rguchi. Fama asbarahum 'alan nar. Ma af'ala o'lchimida. Ular do'zaxga nima degan sabrchan? Amsila buni tushungan bo'lsanglar, ta'ajjab fi ma ya'ti musta'milan fi'lay ta'ajjub deydi.
Töndekilerden hayran qılın deydi. Töndeki cümleni hayran qılışqa özgərtən taaccübnin iki fiilini işletken halatda. Demek iki xil qurilmasını işletken halatda fi'lu taaccüb cümlesini tuzuslar. Mesela birincisi kəthratun nujum, yıldızın köplüğü. Yıldızlar neme degen köp demek olsak ne deyimiz? Ma aktharan nujum. Bunun da ma af'ala şekilde tuzuldu. İkinci qurilması akthir bin nujum. Yıldızlar neme degen köp. Bu şunun oxşaş tuzuslar. Qagany sizlarga tapşırıq. 10. Teammelil misal. Misalını mulahiza qılın. Thumma adkhil mil'a fi 5 cümelin ala girarihi deydi. Töndeki misalını oqun. Ondan keyin mil'a degan bu so'zni 5 cümle ko'rgizing shu bo'yicha. Bu sizlarga tapşırıq. Birinchisi qaranglar. Uridu mil'a kaffin sukkaran. Olqan to'shqichilik shakar lazım. Uridu mil'a kaffin zahaban. Uridu mil'a kaffin fiddan. Deganga o'xshash nima deb tuzsanglar bo'ladi? Mil'aga mushu bo'yicha jumla tuzaysizlar. Bu sizlarga tapşırıq. Unda bo'lsa arkadaşlar, bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.